Hammaga salom qizlar. Bugun uy sharoitida o'zingiz uchun qimmat apparatlarsiz manikyur qilishni ko'rsataman. Agar salonda qildirgan manikyuringiz bo'lsa, shuni uy sharoitida yechasiz va o'zingiz uchun xohlagan o'z qo'llaringiz bilan manikyur qilsangiz bo'ladi. Bizga kerak bo'ladi mana shu narsalar. Bu lampalar menda faqat kadrimda turibdi. Atak uy sharoitida u shart bo'lmaydi. Mana eng kerakli narsalar shular. Agar yana manikyur davomida nimadir esimdan chiqib qolgan bo'lsa, ko'rsatib aytib o'taman. Hozir o'sha protsessni boshlaymiz. Hozir bu yerdagi hamma narsani nomini aytib o'taman. Apelsinovая палочка, пилка, фольга, ватный диск, для снятия гель-лака жидкость kerak bo'ladi bizga. Aynan жидкость для снятия гель-лака deb yozilgan bo'lishi kerak. Oddiy asetonlar bo'lmaydi. Bu remover hammaga ham shart emas. Agarda kutikulangizni yaxshi tozalamoqchi bo'lsangiz, kerak bo'ladi. Remover deb yozilgan bo'ladi. U o'ta shart narsa emas. Lampa, bu menda для сушки kichkinagina lampochka. Xohlasangiz shunaqa narsa olishingiz kerak, lekin o'zingiz u lakni quritish uchun har bitta qo'lingizda 2 minutdan o'tirishingiz kerak buni quritib. Kichkinagina lampochkalar olsangiz ham bo'ladi. O'zi bir dona barmoqni quritish uchun 2 minutga hali qo'lingiz tolimasligi uchun unaqa qimmat turmaydi ular ham. Baza elastичный gel tirnog'imizni mustahkamlash uchun va to'p kerak bo'ladi. Endi agar geldan keyin qanaqadir yana effekt yoki rang xohlaydigan bo'lsangiz, o'zingiz xohlagan rangli lakni olsangiz bo'ladi. Antiseptik bilan tirnog'imizni mягкий, mana pilkamizni mягкий tomoni bilan tirnog'imizni ustidagi to'pni pilkalab olamiz. Hozirgi olgan videoyim olinmay qopti, shuning uchun boshqatdan yana ko'rsatib o'taman. Mana eng ustiga qo'yilgan lakni ustidagi to'p, yiltirab turadigan to'pi bor-ku, shuni pilkani o'zi bilan pilkalab tashlashimiz kerak-da. Mana bunaqa matoviy bo'lib qolish kerak lakni o'zi. Ana shu lakni o'ziga keyin mana vatniy diskni o'zimizga kerakligicha kesib olamizda, tirnog'imiz ustiga loyiq tushadigan. Bunaqa suyuqli для снятия gel-lakani tirnog'imizni ustiga qo'yib, folga bilan tirnog'imizni o'rab qo'yamiz. 10 daqiqalar ketadi. Qizlar, bu yerda folgani 5 daqiqa ushladim. Tepa qismi уже eridi. Ancha palochka bilan tushirib tashladimda, yana folga bilan o'rab qo'ydim. Yana 5 daqiqadan keyin qolganini chiqardim. Уже yana ostatkalari qolgan bo'lsa, ularni pilka bilan tozalab tashlasanglar bo'laveradi. Apelsinovый palochka bilan kutikulamizni ozgina ko'tarib olamiz. Removersiz apelsinovый palochkani o'zi bilan tozalab olamiz. Agarda remover ishlatadigan bo'lsangiz, unda ham bir tomchi tomizasiz removerdan, keyin apelsinovый palochka bilan tirnoq taglarini, yonboshlarini yaxshilab tozalab chiqasiz. Ko'ryapsizlar, endi kutikulamiz ko'tarilib qoldi, rosa kesadigan bo'lib qoldi. Kusachkani aytish esimdan chiqdi boshida. Kusachka kerak kutikulani kesish uchun va spirt. Spirt tirnog'imizni yog'sizlantirib beradi lak qo'yishimizdan oldin. Hozir mana kutikulamizni kesib olamizda. Buni artasiz. Hamma changga ketsin, umuman chang qolmasin. Endi elastikniy baza surkaymiz. Baza sizlar uy sharoitida bo'lsanglar, agar oddiy flakonli baza olasizlar, u bazalarda o'zining ichida kistочкasi bo'ladi. Lekin menda bunaqa katta ob'yomdaligi uchun men alohida kistочка bilan ishlataman bazani. Elastikniy baza yupqa qilib surtiladi tirnog'ini tepasiga. Qalin qilinmaydi, выравнивание qilinmaydi. Chunki biz bundan keyin gel bilan ishlaymiz baribir. Shuning uchun bizda bu yerda lishniy ob'yom kerak emas. Bo'ldi. Endi siz qanaqa lampochkangiz bo'lsa, shunaqa lampochka bilan quritsangiz bo'ladi. Faqat ehtiyot bo'linglar, bazalarda oldida quritib qo'ymanglar, chunki ba'zingiz ham qurib bo'ladi-da, ishlatib bo'lmaydi keyin.
Shunday qilib, agar lampochkangiz moshniy bo'lmasa 2 minut, agar moshniy bo'lsa 1 minut quritsangiz bo'ladi. Elastichniy bazadan keyin u lipkiy sloyini spirt bilan artib tashlanglarda, shunda gel bilan bazani o'rtasida hech qanaqa muammo bo'lmaydi. Kesichkamizni tozalab olamiz agar undan oldin bazaga ishlatgan bo'lsangiz. Endi gel bilan ukrepleniya qilamiz. Avval gelni yupqa qilib surtib chiqamiz tirnog'imiz bo'ylab. Keyin bitta tomchi gel olib, keyin mustahkamlaymiz. Gelni ham 2 minut davomida quritamiz. Quritganimizdan keyin gelni ustidagi yopishqoq qatlamini ham spirt bilan artib olamiz va pilkalashga kirishamiz. Tirnog'imni kalta qilib pilkalamoqchiman, iloji boricha. Bo'ldi, mana pilkalar bo'ldik. Endi shu bilan to'p bilan yopib quritsangiz, sizning manikuringiz tayyor bo'ladi. Lekin men koshachiy glas ozgina qo'yib dizayn qilmoqchi edim. Lakni iloji boricha teriga tekkizmasdan surtinglar, sal pastroqda bo'lsa ham bo'laveradi. Glavniy teriga tegib ketmasin. Lakni qo'yib oldik, endi lampada quritamiz. Ana endi to'p bilan yopsa bo'ladi. Shu bilan bizning manikyurimiz bugun nihoyasiga yetdi. Xohlagan kremingiz yoki balzam yoki vosk tirnog'ingizni chekalariga, kutikularingizga surkab olsangiz, bugungi videomiz hammalarga foydali bo'ldi degan umiddaman. Sog' bo'linglar. Keyingi videoda ko'rishguncha.